Kirilchada yozilyapti. Ko'z oldingizga Fotihani keltiring. Keltirdingizda? Qarang. Ihdinas sot o'qmaydi u yerda. Sin, chunki kirilchada sot yo'q. Ihdinas sirotal deydi. To yo'q, eshiting. Bir dunyo xato eshityapsizmi? Ihdinas sirotal mustaqim. Qarang, yana sin. Sirotal lazina ta deydi. Sirotal lazina deydi. Zal yo'q unda. Qarang, sin. Sirotal lazina an'am ayn yo'q. Anamta alayhim deydi. Eshityapsizmi? Barbot. Uni biri tushmaydi bizga. Siz buni o'rganib olasiz-ku. Buni omonatan aytishimiz kerak. Uni o'rganib olganingizdan keyin Mashari aytsin, Mahmud Xolil Husari aytsin, u aytsin, bu aytsin, tilingiz kelishi qiyin bo'ladi. Chunki tilni birinchi xatoda o'rgatib, xatoga moslab qo'ygan bo'lasiz. Imkon qadar bugunni o'zidan kirilchadan tiling. O'sha yodlagan suralaringizni endi kirilchadan o'qimangda, faqat Mashariyni eshitib, boshqasini eshitib, talaffuzingizni to'g'rilavering. Kirilchada Qur'onni ko'rib qo'ymang. Shunda inshaalloh Qur'oningiz tuzaladi. Alloh rozi bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Omonatdan mana so'radi.